Assalomu alaykum aka-ukalar, vodiy xoloslar, obunachilari, obuna bo'lmaganlar. Hammalarni avvalambor uzr so'rayman. Xudo xolasa 15-20 kundan beri videolarga chiqarmay qoldik. Nari kanalda aloqa bo'lyapti. Nari kanalini bilmaganlar bo'lsa o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Vodiy xoloslar bir yozsalarini chiqadi. 3-4 ta cho'jachalarimiz bor ekan, aka-ukalar, chiroqliq. Ashlarni syomka qilib tashlab berdik. Xolos qilib yurganlar qiynalishmasin deb mana syomkaga keldik aka-ukalar. Avgust oxirida chiqqan jo'jamiz, kilolari 4 kilo atrofida. Urushmagan, hali qichqirmagan jo'jachi. Tani joni sog', polvon narsa ekan, chiroqli narsa ekan. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, nomerlar kommentariyaga yana qo'yizaman. Aka-ukalar, pulini necha pul deymiz aka endi buni? 1.200.000 kami bor deyapti. Kelishamiz deyapti. Aytilgan narxlar muhim emas. Mana xolos ko'ringlar. Polvon jo'ja. Deyarli qichqirgan ham yo'q, chaqirdimi? Yo'q, hali qichqirmadi. Hali chaqirmabdi aka-ukalar. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Toza bardo'yin ishqibozlariga. Mana aka-ukalar, ikkinchi xo'rozimiz boshoq chiroqli narsa ekan. Kilolar 4,5 kilo, 4 kilo 400 atrofida. Yergan qo'yinchi. Hozir popdimi? 4 kilo 200. 4 kilo 200 bo'lib qolibdi. Bo'lmay tushib qolibdi. Urushmagan xo'roz itda bekotchisi bormi buni? Ha, bir marta bekotchi qildik. Bekotchilari bor. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. Xo'roz o'ta toza ekan bu ham. Chiroqli narsa ekan. Bo'y basti kelishgan chiroqli narsa. Narxini nima deymiz aka buni? 1,5 ozgina kamitamiz buni. Bunisi 1,5 million so'm ekan. Jicha kami bor, kelishilamiz deyapti. Xudo xolasa yaxshi xo'roz istab yurganlarga mana aka-ukalar yaxshi xo'rozlar. Mana aka-ukalar, 3-xo'rozimiz. Bardo'yin ishqibozlarga bardo'y, kilolari 4 kilo 400. Yosh jo'ja, bola jo'ja, buni ham ozgina bekotchisi bor. Ozgina bekotchidan chechaklar poli, mana chechaklar tuzalib zo'r bo'lib qoldi, xudo xolasa. Yaxshi xo'roz istaganlarga mana bardo'y bor. Polvon jo'ja bu ham. Odamdan rosa qo'rqadi, ammo xo'roz kelsa sher bo'lib ketadi, odamdan qo'rqadi xo'roz. Mana qiziqqanlarga aloqaga chiqaverasizlar. Buni ham narxini necha pul deymiz? 1,5 millionmi bu ham? Bu ham 1,5 million so'm chekami bor ekan. Telefon nomerini aytib o'taman. 91lik 328 20 22. 91lik 328 20 22. Nomeriga aloqaga chiqaverasizlar. Telegram, WhatsApp, Instagram, YouTube hamma yo'q bor aka-ukalar. Qiziqqanlar bo'lsa aloqadamiz. O'zini so'tyapti. Mana aka-ukalar o'zi azatga kirib qolibdi. Bir marta urishib olib. Odam bilan urushaman deyapti-yu. Vallahi haydang, qanaq ko'ring. Keyin yo'lozlar olib chiqavering. Aka-ukalar mana qiziqqanlar bo'lsa, azatiga qiziqqanlar, azatlari ham bor. Mana aka-ukalar polvonchani ishqiboziga polvonchasi qop-qorasidan. Bo'ynida jicha qizili bor ekan. Baxmal to'n deydimi buni, nima balo. Chiroqligini ishqibozlar. Kilolari qanaqa buni? 4 kilo 300, 4 kilo 400. 4 kilo 300, 4 kilo 400 yerga yaqin polvon xo'roz ekan. Polvoni kaltay xo'l bo'ladi deydi-yu. Azatnidan. Mana aka-ukalar, xo'rozimiz chiroqli narsa ekan. Bu puli yangiroq aka buni. $100 hozirroq kamitamiz. $100 ekan, jicha kami bor deyapti. Hammasi kam deyapti-yu. Telefon qilib aloqaga chiqsalar kelishilaveradi ekan. Mana chiroqli narsa ekan bu ham. Yerga yaqin polvon xo'roz ekan. Bekotchilari bormi buni? Bekorchi syomka qilinmagan. Bekotchi syomka qilinmagan ekan, ko'rib olinaveradi deyapti-yu. Mana qiziqqanlar bo'lsa aka-ukalar aloqaga chiqaverasizlar. Yana bormi xo'roz sotiladigan? Bor. Hali ko'p ekan, yana bitta olib chiqaman, shu bilan qolganini telefon qilsa
o'zini tashlab beraman deyapti. Mana chukkalar xo'rozlar. Zo'r xo'roz oqtarib yurganlarga zo'rlaridan. Mana chukkalar kattasini ishqibozlar, kattasi. Bu kilolar qanaqa? 5 kilo yaqin shekilli bu katta xo'roz ekan. Yoshiga to'lgan, bekotisi yo'q lekin bola olganmiz. Antanalarni tojikka berdik. Tojikistonda 1-2 tadan yutib zo'r yurishdi antanalar. Toza bardovoy. Katta xo'roz ishqibozlar, katta xo'roz. Yoshiga to'lgan. Pixlari katta makkada. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Xo'rozlarimiz yana bor aka-ukalar. Aloqaga chiqsalar, shu nomerga kommentariyaga yana nomerlarimizni qo'yib beramiz. Like bosib, podpiska qo'yish esdan chiqmasin. 12 soatmi, 24 soat deydimi, aloqadamiz, xudo xolasa. Xo'rozlarimiz shu bilan hozircha tamom.